Mening ismim Umar, men dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisiman va mening savolim erkaklar bir nechta xotinlarga uylanishi mumkin degan islom haqidagi noto'g'ri tushunchaga tegishli. Siz bunga olib kelishi mumkin bo'lgan ba'zi sabablar bo'lishi mumkinligini ta'kidladingiz. Masalan, xotin o'ladigan kasallikka yoki baxtsiz hodisaga duch kelishi yoki bepusht bo'lishi mumkin deb aytdingiz. Shunday qilib mening savolim quyidagicha, agar bu teskarisi bo'lsa-chi? Eri bepusht kasal yoki davolab bo'lmaydigan kasallikdan aziyat chekishi mumkin bo'lsa. Bunday hollarda mening bilishimcha ayol ikkinchi erga tega olmaydi. Ammo men islomda bu muammoning yechimini borligiga ishonaman. Birodarimiz men islomda hamma narsaning yechimini borligiga ishonaman deb aytdilar. U agar ayol davolab bo'lmaydigan kasallikka chalingan bo'lsa yoki bepusht bo'lsa, erkak ajralish o'rniga